сегодня мы вам показали новую продукцию. Chunki biz sizga bugun yangi mahsulot ko'rsatdik. Kim olmoqchi? Кто? А вопрос? Savol. А вы же уже купили? Siz bir marta xarid bo'lgansiz-ku. A bizda bir martalik xarid-ku. Yana bitta joy ochib. Qanday qilib olasiz? Nima qilamiz? Yana bitta joy ochib. Kimnidir a'zo qilmoqchilar. О, yangi a'zo qilmaysizku. Там Замира Медетбаева 1, Замира Медетбаева 2. Потом продукт Тудида Замира Медетбаева uch ochamiz. Так разве? Da. Forever Life'da agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, 1, 2, 3 qilib joy ochish mumkin emas. Taqiqlangan. Друзья, и вот, соответственно, сразу задается вопрос, а что делать, если вот я хочу еще продукцию купить? Nima qilaman unda? 1, 2, 3 qilib joy ochish mumkin bo'lmasa, уже komandam bor, eng pastdan joy ochamanmi? Кто мне даст идею? Что делать нам? Bir fikr beringlar, nima qilaylik sizni yangi mahsulot olishingiz uchun? Что? Qarindoshlarim qo'yib. Qarindoshlarni yozing. Qarindoshlar. А? Апгрейд? А agar siz уже максимальный апгрейд? Agar $630 paketda bo'lsangiz, qanaqa upgrade qilasiz? Yana ochaman. Nimani upgrade qilasiz? Boshqa paket yo'q. $500? Так себе идея. У кого yana fikr bor? Yana bitta daromad. Ладно, это окей. Nimadir придумаем. Ikkinchi savol bor-ku. A bonus bo'ladimi? Дополнительный. Agar yana bir marta produkt olaman, бонус bo'ladimi? Так и спрашиваете? Нет, дополнительный. Я знаю, да. Еще задают вопрос. А как больше зарабатывать? Qanday qilib ko'proq pul topsam bo'ladi? Или как зарабатывать постоянно? Как зарабатывать постоянно? Har doim stabilni, постоянно pul olish imkoniyati bormi? Есть? Давайте следующий слайд. Друзья, я хочу задать вот какой вопрос. Вы задумывались о том, сколько обычный человек тратит денег в месяц на какие-то продукты в супермаркетах, на базаре, в онлайне и так далее? Do'stlar, hech o'zingizga savol berasizmi? Biza ro'zg'orda, oilada, bir oyda, bir haftada, 3 oyda eng kerakli bo'lgan buyumlarga qancha pul sarf qilamiz? Кто сколько тратит? Kim qancha sarf qiladi? Bir hisoblab ko'ring. Bir oyda masalan kosmetika, shampun, bu shunaqa narsalaringizga, sovun, shu narsalarga qancha pulingiz ketadi bir oyda? Сколько?